Assalomu alaykum hurmatli tumanimiz aholisi, aziz dehqon va fermerlar. Qishloq xo'jaligi xalqimizning farovonligi, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikning asosiy tayanch sohalaridan biri hisoblanadi. O'tayotgan 2025-yilda Guliston tumanimiz qishloq xo'jaligi sohasida misli ko'rilmagan natijalarga erishdi. Sababi bu yilda tumanimizda qishloq xo'jaligidagi barcha ko'rsatkichlarda yuqori natijalarni qayd etildi. Chunki g'allachilik, paxtachilik va boshqa yo'nalishlarda dehqonlarimiz o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarni ortig'i bilan bajarishdi. Bu avvalo soha mehnatkashlarining bilimga tayangan yondashuvi, zamonaviy tajriba va texnologiyalarni joriy etishga bo'lgan intilish samarasidir. Xabaringiz bor, kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan soha vakillari bilan muhim va tarixiy uchrashuv o'tkazdilar. Uchrashuv davomida davlatimiz rahbari o'zining chuqur hurmat va e'tirofini bildirib, noz-ne'mat yetishtirib, el dasturxoniga baraka olib kirayotgan barcha dehqon va fermerlar, bog'bon va chorvadorlar, suvchilar, agronomlar hamda mexanizatorlarning mehnatini yuksak baholadilar. Shuningdek, qishloq xo'jaligi nafaqat soha sifatida, balki mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash, aholi turmush darajasini yaxshilash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutishini alohida ta'kidladilar. Prezidentimiz o'z so'zlarida "Men bir gapni takror aytishdan charchamayman. Ilm va izlanish bo'lmagan sohada rivojlanish ham, yuksalish ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi" deya ta'kidlab, barchamizni bilim va innovatsiyaga tayangan holda ish olib borishga ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatib berdilar. Albatta, davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi sohasiga yaratib berayotgan imtiyozlari, qaror va farmonlari tufayli yurtimizning farovonligi yanada yuksalmoqda. Har bir sug'orilgan maydon, har bir terilgan hosil ortida dehqonlarimizning sabr, toqati, mas'uliyati va yuksak fidoyiligi mujassam. Hurmatli tumandoshlar, qadrli fermer va dehqonlar, muhtaram prezidentimiz ishonchini oqlashimiz uchun kelgusi yilda yangi agrotexnologiyani keng joriy etish, ish samaradorligini oshirish, yerga bo'lgan e'tibor va munosabatni yanada kuchaytirish borasida hamkorlikda bir tanu bir jon bo'lib harakat qilishimiz zarur. Darhaqiqat joriy yilda tumanimiz uchun qishloq xo'jaligida barakali yil bo'ldi. Ayniqsa g'allachilik sohasida qo'lga kiritilgan natijalar bunga yaqqol misoldir. Jumladan 2025-yilda 7500 gektar maydonga g'alla ekilib, o'rtacha hosildorlik 50-60 sentnerni tashkil etdi. 2026-yilda esa 7000 gektar maydonda g'alla hosilini yetishtirib 80 sentnerdan yuqori hosildorlikka erishishni oldimizga aniq maqsad qilib qo'yganmiz. Shuningdek, 2025-yilda tumanimizda 7000 gektar maydonga chigit ekilib, uning 45% zamonaviy Xitoy navlari ekilishi bilan ta'minlandi. Natijada jami 31000 tonna paxta xomishasi yetishtirishga erishildi. Kelgusi 2026-yilda ham ushbu maydonlarga chigit ekinining 70%ni Shinjon texnologiyasi asosida amalga oshiriladi. Bu esa o'rtacha hosildorlikni 60 sentnerga yetkazishni imkonini beradi. Tumanimizdagi 588 gektar yaylov yerlari 2026-yilda to'liq o'zlashtirilib, qishloq xo'jaligi aylanmasiga kiritiladi. Qo'shimcha ravishda yana 117 gektar yaylov maydoni qayta o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda umumiy qiymati 27 milliard so'm bo'lgan 9 ta investitsiya loyihalar amalga oshirilmoqda hamda xorijdan 1000 boshli zotli qoramol olib kelinadi. Shu bilan birga chorvachilik sohasida ham salmoqli natijalar qo'lga kiritildi. Tumanimizda faoliyat yuritayotgan 101 ta chorva fermer xo'jaliklari tomonidan 2025-yilda 10200 tonna go'sht va 51200 tonna sut mahsulotlari ishlab chiqarildi. 2026-yilda esa go'sht ishlab chiqarish hajmini 10500 tonnaga, sut mahsulotlarini esa 55000 tonnaga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 106% ga o'sishni anglatadi. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. 2026-yilda tumanimizda 6000 gektar maydonga tomchilatib sug'orish, 750 gektar maydonga yomg'irlatib sug'orish texnologiyani joriy etish rejalashtirilgan. Albatta, bu orqali 10300 kubometr suv tejalishi ta'minlanadi. Davlat dasturi doirasida 2026-yil 12 kilometr uzunlikdagi Paxtakor va Do'stlik to'r kanallari ta'mirlanadi. Bu esa yiliga 1.8 million kubometr suvni iqtisod qilish, ekinlar hosildorligini oshirish hamda aholini arzon va sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan barqaror ta'minlashga xizmat qiladi. Eksport yo'nalishida ham tumanimiz salmoqli yutuqlarga erishmoqda. Xususan 2025-yilda
meva sabzavot eksporti bo'yicha belgilangan 4,7 million dollarlik prognoz o'rniga 5,1 million dollarlik eksport amalga oshirildi. 2026 yilda esa ushbu ko'rsatkichni 6,3 million dollarga yetkazish, ya'ni 145% ga oshirishni rejalashtirganmiz. 2026 yilda tumanimizda 460 gektar yaroqsiz iqtisodiy samarasiz bog'lar o'rniga yangi bog' va tokzorlar barpo etish maqsad qilib qo'yganmiz. Qishloq xo'jaligi sohasida 2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 104% ga yetkaziladi. Sohada 2026 yil davomida 7500 nafar doimiy va mavsumiy ish o'rinlari yaratiladi. Hurmatli tumandoshlar, ishonamanki, Guliston tumanimizda qishloq xo'jaligi sohasida mehnatkash dehqonlarimiz bilan yelkadosh bo'lib, yanada ulkan marralarni zabt etamiz. Birdamlik ilm va mehnat orqali tumanimiz dalalarida yanada mo'l ko'l hosil yetishtirib, xalqimiz farovonligiga munosib hissa qo'shamiz.